Assalomu alaykum, bizni kuzatib kelgan do'stlar. Mana ishlarimiz ham xudo xolasa yakunlab boryapti. Travertinlar chachildi, laklandi. Ertaga xudo xolasa yana bir kunlik ishimiz qolyapti do'stlar mana. Onalarimiz bitti, aboylar bo'ldi. Elektrikimizni ham bir ko'rib qo'yaylikchi. Qalay bo'lyapti elektrik? Oz qolyaptimi? Bani yani elektr montajlari bo'ldi. Bularkan mana yop-yor bo'lsa ham. Voh, bu yerda ham mana oxirgi turba kraskasi qolgan ekan aka. Yo'q, men keyin qaytarib kamlab keldim-ku. Mana mollarni qo'ymadi. Yo'q, endi buni hozir oldasa mana. Maydatim bor edi-yu. Ha, yedi qilaman. Ha, buni birdeguncha yaxshirib qo'y. Mochkalarni svetin yaxib qo'yinchi mayada. Peshkalar qo'yildi, ona kamin peshkalar. Do'stlar, xudo xolasa yog'i bitdi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi ishda ko'rishguncha deb qolamiz.